Atiga 270 ming evaziga ota-onalarni bolalarcha xursand bo'lib, lichenalar olib mazza qilib yosharib kelishlarini xohlamaysizmi? To'g'ri, o'sha pulni cho'mchaga solib qo'ysa ham bo'ladi, lekin siz Koinot Kavsariga borsangiz 270 ming to'lov qilasiz bir kuniga bir kishi uchun va ro'yxatga kiritilgan qon tahlillarini topshirasiz, shifokor ko'rigidan o'tasiz, sizga loyiq bo'lgan, sizga mumkin bo'lgan lichenalarni yozib beradi, ularni olasiz va 3 mahal ovqati ham ichida. Bu zo'r imkoniyat. Adajonda sahrlari bor edi, shuning uchun biz ham Farg'onadagi Koinot Kavsariga keldik. Qon tahlillarini topshirganlardan keyin shunaqa EKG qilishdi. Bu EKG qog'ozi bilan bosh shifokorimiz bizga yaxshilab qaradilar, kerakli lichenalarni yozdilar va sizga nima mumkin emasligi hammasini o'zlari batafsil aytib o'tar ekanlar. Sanatoriya ichida joylashgan dorixonadan kerakli dorilarimizni oldik va shu kundan boshlab davolanishni ham boshladik. Shunaqangi giyohli vannalar ham juda ham foydali ekan, ayniqsa sahr kasalligi borlar uchun oltin gugurtli suvlar, shunaqa vannalar juda zo'r natija berar ekan. Bu boshqa kasalliklarga ham rosa koni foyda xullas. Bilasizlar, qarigan sari oyog'i uchlari jivirlab, rosa asab ketadigan og'riqlar bo'ladi. Aynan shu kasalliklarni, ya'ni nerv tomirlarini kengaytirish uchun ham maxsus davolash ishlari ham olib boriladi to'lov ichida. Bizga eng yoqqan tarafi Koinot Kavsarida erkaklar alohida, ayollar alohida davolanar ekan, ya'ni alohida xonalarda aralash qilib davolashmas ekan. Lazer terapiya qildiraman deb alohida odamlar kelib o'zi qildirib ham ketar ekan. Mana gap isboti bilan ayollar alohida davolanishayapti. Voy, endi to'xtaylik shu joyda. Men bu masajchi opa shunaqangi zo'r masaj qilar ekanlar. Endi hayron bo'lib o'tiribmiz, yana masaj qildirish uchun Farg'onaga borib kelamizmi deb. Baraka topsinlar, qo'l ko'zlari dard ko'rmasin. Shunaqangi yengil qo'llari, lekin odamni tanasini shunaqa masaj qilar ekanlar, qo'lda zo'r yurishib, anchagina foyda berdi. O'zi qushlari ham rosa ko'p ekanda, Alloh yuqtirgan, shuning uchun shu darajaga chiqqanlar. Ovqatlardan gapiring deydiganlar uchun, ovqatlar juda ham mazali, dietetskiy, bizga rosa yoqdi. 3 puliga 100% arziydi. Bu oltin gugurtli suv, lekin oltin gugurtli suv hammaga ham mumkin emas ekan. Gepatit B, C kasalliklari borlar uchun umuman bu oltin gugurtli suv tavsiya qilinmas ekan, lekin shunaqa marvaridli vannalar va shunaqangi qishki basseynlarda mazza qilib cho'milib, maroqli dam olib ketsanglar ham bo'ladi. Endi xona ichidagi sharoitlariga, tashqari atmosferasiga qiziqadigan bo'lsak, hamma joy toza, top-toza turibdi. Endi cho'mchagilarga qarab, menga luks eng zo'r xonadan qilib beringlar desanglar, albatta shunga moslab chiroyli xonalarni ham tayyorlab berishadi. Meni fikrimcha, ota-onangizni 5 kun, 7 kun yoki 10 kunga bemalol olib kelib davolantirib, duoligini olib qolsangiz, bu sizni foydangiz. Baribir ota-ona o'zi uchun ayiydi, bolalarimga bo'la qolsin deydi. Lekin siz shartda 10 kunga shunday bilet olib berib, ketdik onajonim, ketdik otajonim, sizlarni bir lichena oldirib, mazza qilib yoshartirib kelaman desanglar, baraka topgin deb duo qilib, borib mazza qilib lichenalarni olib yosharib kelishadi inshaalloh. Bu skidka faqat 10 fevraldan 10 martgacha amal qiladi.